Hammasini sizlar bilan men Zekarangrab. Bugun so'rovning 5-qismiga xush kelibsizlar. Va ko'rgan bo'lsangiz keyingi qismga akkurat chaqib qo'ydim. Akkuratni kattalashtirsa ham bo'laveradi. So'riya men kattaroq qilaman akkuratni. Ana bo'ladi. Endi bitta o't yig'ishimiz kerak, chunki ekib qo'yamiz. Yanbag'i ekib bor ekan. Daraxt berma. Ikinci obamız daraxt berma. Vix Minecraft bugungi videoda kela olmadi. Gapirmaysizlar, nimaga kelmadi Vix obunachilar. Shunday deb yozmanglar kommentariyada, chunki Vix kelishiga vaqti bo'lmadi. Shunga bir reason video olyapman. Qancha tushdi? 3tagina tushibdi, mayli. Ekib qo'yamiz. Keyin katta bizni uzamiz samon beradi. Darrov tugab qoldi. Yana yig'amiz. Bitta tushdi. Ikkita. Yana ikkinchi bir tushdi. Yana bitta kerak. Bizga bunishli. 4ta va 5ta. 6ta. 6ta yetadi. 6ta menimcha to'lmaydi ba'zan 6ta eksiga. O'g'rishlar hamda 1 2 3 4. Menda bo'lsa kamina qoldi. Yana qancha qoldi? 1 2 3 4 5 6. Yana 6 dan keyin to'l ekan. Ko'ramiz. O'g'rishlar. Nega boshqalar teksa Zekarangrab desangiz, chunki boshqa narsalar menga yo'q, shunga ko'rmayman. O'tam qolmadi. O'tam kam bo'ladimi? Ikkitagina, 3ta tushmadimi hechqancha? O'zimga 6ta kerak, ikkitagina bilan yuribman. Menga gul kerak emas. O't kerak. 3ta, 4ta, 4ta, 5ta va 6ta bo'ldi. 6tadan ketdik. Ekamiz. Qo'yamiz, ketamiz. Akkuratchamiz bu safar kattalashtirdik. Unda aytganimizdek bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Kattalashadi endi. Video pavlashlar endi biz och qolamiz. Yugursak yugurmayman, och qolmayman. Men olmos boltam bor, men toshlisini ishlatsam bo'lmaydi. Toshli boltamni ishlatib turamiz, mayli. Yo'q, bo'lsam och qolaman aytgancha. Daraxt fermani tozalay, o'sib ketibdi daraxtda. Obunachilar bitta chopamiz daraxtlarimizda. Daraxtni chopamiz, kerak bo'lgan paytda ishlatamiz. Yerlarni ham tozalaymiz. Obunachilar, men bitta qarorga kelib qoldim. Olmos topgan kelib qolyapti. Nima yo'llaydi? Ana uyimda olmosdan qilmoqchiman mana bu yerlarni, daraxtlarni. Daraxtlarni nima qilamiz? Olmosdan nechimizda nima qilishimiz kerak? Olmos topishimiz kerak. Bitta daraxt chopdim. Suv ichiga narsalarni tashladim, yetarli bo'shatish uchun. Yetarli bo'shatamiz yana. Bir marta videoni pauza. Obunachilar, yetarli bo'shatib oldim mana. Endi olmos topishga tushsa ham bo'laveradi. Obunachilar. Temir qizgam yo'qmi? Bir olmos qilishim. Bu qo'yib qo'ygan edim. Diamant kirkan bilan ko'rsam ham bo'lardi. Olmos kirkan bilan olmosda ko'rsam, uyimda olmosdan ko'rishim mumkin. Shaxta topishimiz kerak uning uchun. Men qancha shaxta bor edim. Shaxta bor. Obunachilar, shaxta qani? Ochqo'yam normal bor ekan. Obunachilar, shaxta qidiryapman men. Qani shaxta? Ancha topdik.
Qorong'i men fakir olib kelmanman. Aşağıdan olmaz chiqadi menimcha video pauza. Mana bizga fakir yo'q ekan, shunga lava quysa yorug' bo'ladi. Shundan qarab boramiz. Qo'ygan to'lma bo'lgan yo'li. Endi oyoq shaxtani qidiramiz. Ochiqib bo'lmasam bo'lgani. Bunachilar oyoq shaxta qayerda edi? Ancha shu yo'q. Bunachilar ha bo'lanadi. Endi bu yerda lava qo'yamiz. Diamant. Topdim diamant. Bunachilar lava ketsaydi. Bunda qo'yib turaylik-da. Diamant kirganmi? Ha, endi kovlab olamiz buni. Faqirim qani? Olamiz. Bunaqa deyish yaxshi ketmayapti. Nagranda borsak bo'ladi. Yozg'alka bilan o'qisang ham yorug' bo'ladi. Qani, shunday qilamiz. O'chirib, anga qo'ysa, yongancha kovlasak bo'ladi. Qani? Ko'ramiz. Yana o'chib qolmasin. Uch qolishi mumkin shuni. Qoldi jo'ra qolsak ham bo'laveradi. Wow! Aytdim-ku, uch qolishi mumkin deb. Diamantlarni mana qolsangiz bo'ladi. Ketdik. Ancha diamant qolma. Uyda hammasi bo'lib uyda chiqdi. Endi uyimizni almashtirmaymiz. Nima deyishlar bironta narsa yasaymiz. Nima yasaysan deydik, ko'rishamiz. Tazarmas yasaymiz. Shuni yasayman qo'ydi. Endi nima yasaymiz? Cho'pim yo'qmi? Unda cho'p qo'ysak bizga yana kerak. Bunachilar oltin olsa surat kerak emas. Bana yo'q. Nima kerak bizga? Wow. Qiyin narsa. Rail. Endi nima qilamiz? Obunachilar. Qanday baliq olamizmi? Obunachilar endi o'zgartirsang ham bo'laveradi. Wow, diamond plus mayli. Nima farqi? Nima qilamiz? Silikon ochamiz. Yo'q, sirli yashin mening joyim. Shunaqa joy nasib qilsa bo'ladi. O'sha bo'laveradi. Endi bitta sandiq kerak menga. Obunachilar video pauza. Biz bitta sandiq oldikmi? Bitta olibmiz. Endi sirli narsalarimizni solib qo'yamiz. Chiqib ketadi. Toshim bor ekan, boshqa hech narsa yo'q ekan. Shu tosh bilan chiqib ketdi. Endi sandiqqa solib qo'yamiz. Narsalarni endi ustini yopib bo'linishi uchun nima qo'yamiz? Nima kerak? Nima qiladim? Qachon so'radim? Eslolmayman, qo'yib qo'yamiz. Eslolmasam ham. Qaysi bir edi bu narsa? Shumi? Ha. Shu ekan. Endi qilamiz. O'sha qancha qoladi? Mana filamcha qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Uncha yaqinlarda qo'ymaymiz. Bo'linib turishi uchun. Mana bo'ladi menimcha. Endi video tugagan. Obunachilar sandig'imdan olmos qilchimni oldim. Endi xayrlashamiz. Sizlar bilan zakirmanglar. Video tugadi. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Chunki maqsadni bilasizlarmi? 500 ta obunachi. Video tugadi.